Yut, mana. Men o'zim ochayotganda ham qo'limga tegib ketuvdi, shu tegmay qoldi, bilasizlar? Yut, mutlaqo toza bo'lmaydigan narsa. Tasavvur qilamiz. Inson tug'ilganda organizmi xuddi shunaqa top-toza tug'iladi. Biz uni yog'li narsalar yeb, boshqa o'sha mana shu roldan boshqa fast foodlar yeb, uni biz organizmni kirlab tashlaymiz. Mana top-toza yut. İnson ichiklari ham xuddi shunaqa top-toza bo'ladi. Rol. Va biz uni taklab olamiz. Oddiy suv. Kuygan oddiy suvdan bitta, mana suv ichida deydi. Mana shunda hozir uni tozalab ko'ramiz. Suv tozalamaydi. Toza bo'lyaptimi? Bo'ladi. Shu gazga qo'yamiz. Yarashroq deb qo'yamiz. Mana yetib o'tganda antiseptikli choy. Inson organizmini juda ham nihoyatda tozalovchi bo'lgan choy. Va endi bu ichaklarni mana shu antiseptikli choy yordamida yuvamiz. Choy. Choy, antiseptikli choy. Kuchga ega. Mana antiseptikli choy. Mana bu suv. Bu ketdi. Uch borgan sari tozalab tashlayib bo'ladi. Mana bizning mahsulotlarimizni haqida ma'lumotlarni eshitdingiz. Zubnoy pasta deyapman. Zubnoy pasta deb ko'rsataman. Zubnoy pasta va mana bu yana shakar parasini ishlab chiqarayotgan mo'jizaviy variant. O'rtada o'tirgan singlim ikkita qo'llarida anaqa tajriba. Zubnoy pasta. Keling. Bularda hech marta kelganda ular ham hech narsa xatarlari yo'q. O'zlari qo'yib ko'radi. Ikkita qo'lingizni to'g'ring. Yengiz tom qo'yasiz, ha? Mana to'g'ri zudni pasta qolgan. Hamma ishga ketgan. To'g'ri. Ko'rsatadi keyin. Ko'rsating. İnson organizmi, inson o'zi tirik jon bo'lgani uchun tirik organni tirik narsalar bilan davolashmaydi. Masalan, biz choy damlaymiz-ku.
choy ham bu ham o'lib qoladi keyin. Shu ham o'lib qoladi, qaynagandan keyin. Bu o'lik suv hisoblanadi, hammangiz bilasizlar. Insonning tirik organi tabiiy narsani o'ziga singdirib yeb qo'yaveradi. Ko'rishdik. Bu Colgate Kapitalizatsiya tuzumi pastasi. Hozir bu endi bir pashlab turasiz. Organizmga qanchalik singib ketishini biz hozir ko'ramiz. Endi mana ko'ryapsizlar, sekin-sekinlik bilan bu bu уже yo'qolib boryapti. Bu уже qolib ketyapti. Chunki bu zarar. Endi yosh bolalar ham shunday tishini yursa, ma'lum bir anaqasini yeb qo'ysa, bu ichiga ketadi. Sekin-sekinlik bilan u boshqa kasallikdan kelib chiqishiga yillar davomida sabab bo'ladi. Shuning uchun o'sha insonlarga bo'lgan joyi zarda bo'lamiz-ku. O'sha ozgina shundan solib, iliq suvga aralashtirib turib, shuni ichib yuborsak, zardan yo'qotar ekan. To'g'ri aytasiz. O'sha ko'rdimda o'qidim shu narsani. Yubkasi bor, kosmetika sursa ham bo'ladi yuzlarga. Kosmetik anaqasi. Kosmetika Nima bo'lyapti? Qo'lish qanaqa holatda bo'lyapti? Qaysi bir tirishyapti? Shu qotyaptimi? Qotyapti. Bunisi-chi? Bunaqa bo'lganda Bu sinib, turisiga yo'qolyapti. Mana bu pastadan ishlayotgan paytda og'izdan cho'tka ham quruq bo'lishi kerak. Va kichkina moshdek cho'tkaga qo'yiladi. O'sha moshdek qo'yganingiz o'zi xuddi mana Colgate'da butun mana cho'tkani egallab oladi-yu. O'shani anaqasidan kuchli. Agar cho'tkani to'ldirib qo'yib oladigan bo'lsangiz, u og'zingizda shunday ko'pirib ketadiki, siz uni eplolmay qolasiz. Yana bitta nima? 2 minut og'iz ushlab turish kerak ekan-a, ustoz? Ha, ushlab turishingiz ham juda ham foydali bo'ladi. Endi kichkina bolani yeb qo'ysa nima bo'ladi desa, uni aslida ertalab kechqurun yedirib olsa juda ham foydali. Chunki kichkina bolalarda geja, parazit degan narsa ko'p bo'ladi va asta-sekinlik bilan o'shadan tushishiga sabab bo'ladi. Buni zubli pastadan ham xuddi shunaqa natijani olganda juda ko'p. Endi mana hozirgi ma'lumotlarni qisqacha bo'lsa ham sizlarga yetkazdim. Endi shu ma'lumotlarni yana to'liqroq berish uchun men o'zim ustozim, nafaqat meni, balki katta komandani ustozi Toshkentdan bir kun oldin ketuvdik, kecha yana chaqirtirib oldik. Aynan sizlar uchun sizlarni bu nima deyman, baxtlilar. Men ustozim Makarimov Mirqozimga kimligini beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Hammadan avvalambor Navro'z bilan tabriklayman. Chin dilimdan har bir yerdan so'raydigan narsam borki, doim shu go'zallikdan tabriklayman. Doim go'zallik ayollarga yarashadi. Sog'lom bo'lishiga, badavlat bo'lishiga uchun Xudo xohlasa bundan davomiga yana o'z hissamizni qo'shamiz.